Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugungi darsligimiz algo trading bo'yicha bo'ladi. Robotni telefonga ustanovka qilish. O'zi aslida robot telefonga ustanovka qilsa bo'ladimi degan savol bor. Telefonga ustanovka qilsa bo'ladi, faqat telefonda kompyuterga o'xshab ishlaydigan programma bor. Shu programmani tortib olishimiz kerak bo'ladi. Windows app degan shu programma bor. Play Marketga kirasizlar. Kirgandan keyin Windows deb yozsanglar chiqadi. Mana shu programmani tortib olishinglar kerak bo'ladi. Buni vazifasi nima desanglar, buni vazifasi kompyuterda oddiy Windows bo'ladi-yu, shu Windows telefonga ustanovka bo'ladi shu. Xo'p, buni ustanovka qilib olganinglardan keyin bizga kerak bo'ladigan narsa VPS bo'ladi. VPS ko'pchilik bilsa kerak, bilmaydiganlar ham bor. Shuning uchun VPS sotib olishni ham o'rgatib o'tamiz. Nima qilasizlar? Любой bitta brauzerga kirasizlar, Zomro VPS deb yozasizlar. Chiqadi, har xil VPS chiqib keladi mana. Cloud API Service Zomro, mana zomro.com, Novo Service, hammasi VPS bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigani Zomro VPS. Xo'p, mana meniki. Menda hozir registratsiyadan o'tganim uchun shunaqa holat chiqyapti. Sizlar registratsiyadan o'tib olasizlar. Registratsiyadan o'tish oson. Shu emailinglarni kirgizasizlar, telefon raqaminglarni kirgizasizlar, manzilinglarni va hokazo, ism, familiya. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Xo'p, login qilamiz. Login terib kiramiz mana. Xo'p, men registratsiyadan o'tganman. Login parolimni kirgizsam bo'ldi. Mana login parolni kirgizdim. Xo'p, bu VPS vazifasi nima deydiganlar, bu pulli, shuni aytib o'tib ketay. VPS pulli bo'ladi. VPS vazifasi 24 soat ishlab beradi sizlarga robotinglar. Любой payt telefoninglarga ustanovka qilib qo'yasizlar, yoqib qo'yasizlar. Telefoninglarda internet tugab qoladimi, shotinglar o'chib qoladimi, telefoninglar o'zi o'chib qoladimi? Qizig'i yo'q, ustanovka qilib qo'ygansizlar, VPS sotib olgansizlar, 24 soat, haftada 5 kun bemalol o'zi full avtomat robot ishlatsanglar bo'ladi. Vazifasi shu. Hech qanaqa bunga Wi-Fi kerak emas, internet kerak emas. Shu pulga sotib olasizlar, shuni hisobiga VPS sotib olganinglarning hisobiga VPS o'zi ishlab beradi. Xo'p, endi qaranglar. Registratsiyadan o'tdinglar, kirdinglar. Visa kartada pulinglar bo'lishi kerak. Visa kartadan mana biz VPS sotib olganmiz, 1 yevrolik VPSimizni. Visa kartadan pul solasizlar. Mana eng tepada mana menda 0.66 yevro turibdi. Shu 0.66 yevro sizlarda 0 bo'ladi. Shu yerga balans to'ldirishinglar kerak bo'ladi. Buni ezasizlar. Ezganinglarda mana Visa, Mastercard chiqyapti. Isminglarni yozasizlar, summani yozasizlar. Mana 1 yevro. 1 yevro. Я согласен оплатить. Ezganinglardan keyin xo'p, mana 1 yevro bugungi kurs bilan 14.528 so'm 16 tiyin ekan. Xo'p, mana meni Visa kartam ulangan. Shuni hisobiga chiqib turibdi. Sizlar bu yerda Visa kartanglar ulanmagan bo'ladi. Visa kartanglarni karta raqamni kirgizishinglar kerak bo'ladi. Karta raqamdagi ism, nomini to'liq kirgizishinglar kerak bo'ladi. Keyin amal qilish muddati CV kodini kirgizasizlar. Keyin оплатить desanglar, SMS kod keladi, yechib olishga ruxsat bormi degan. Buni brokerga pul solganlar ko'pchilik biladi.
xuddi shuni singari bo'ladi. Оплатить detsanglar. Уже mana menga сразу SMS kelyapti. SMS kelyapti. Уже meniki ulangan Visa karta. Xullas, pul solganinglarda bu yerda 1 euro deb chiqadi. 1 euro deb chiqqandan keyin zaказать deyasizlar mana. Zaказать. Har xil VPS turlari chiqadi. Bizga nima uchun kerak? Forex uchun kerak. Cloud Forex VPS deganni ezasizlar, sozdать VPS chiqdi mana. Xo'p, mana VPS Forex Optimizer chiqyapti. Premium. Hop. Sal pastrog'iga tushsanglar, mana har xil paketlari bor. Shu paketlarni tanlaysizlar. Mana 0,02 euro soatiga deyapti. Bu demak kuniga 0,33 euro bo'lar ekan. Bu degani bizni 1 euroyimiz hozir 3 kunga yetadi degani. 3 kun 24 soat ishlab beradi degani. Xo'p, har xil paketi bor mana. 0,03 soatiga deyapti. Mana kunlik 0,58 euro oladi deyapti. Bunisi 0,83 euro kuniga oladi deyapti. Bunisi 1,9 euro kuniga oladi deyapti. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Xo'p, biz buni pastroqda mana уровень поддержки degan joy bor. Shu yerda basicga o'tkazib qo'yamiz. Bu basic eng haligi minimal versiyasi. Premium Infinity'lari bor. Bu oshiqcha pul oladi. Bular kerak emas bizga. Bizga kerak bo'ladigani basicga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, endi naзвание degan joyga isminglarni yozib qo'yasizlar. Xohlagan nominglarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Muhammad Sodiq. Xo'p. Undan keyin создать serverni ezasizlar. Parol qolib ketibdi. Parol yozasizlar bu yerga. Bu parol o'zingizlarni doimiy ishlatadigan parolinglar bo'lishi mumkin. Shunaqa bir esda qolarli bironta parol kirgizasizlar. Buni nimaga kerak bu parol? Bu parolni o'zingizlarga qaytarib beradi. Чтобы Windowsga ustanovka qilinayotganda yozib kirasizlar har safar shu parolni. Xo'p, Muhammad Sodiq 203. Xo'p, Muhammad Sodiq o'zgartirib oldik. Muhammad Sodiq 203. Qaranglar. Bu parol 5-6 xonali bo'lmaydi. Eng minimal miqdori 12 xonali bo'lishi kerak. Bosh sifrasi katta harf bilan bo'lishi kerak. Raqam aralashgan bo'lishi kerak. Mana bunaqangi nuqta, virgul yo shunga o'xshagan bironta belgi qo'yib qo'yishinglar kerak bo'ladi. U nimaga bunaqa uzun yozish kerak desanglar, shu xavfsizlik masalasi. Hozir bilasizlar, firibgarlar ko'payib ketgan. Xo'p, bo'ldi. Basicga o'tkazib qo'ydik. Endi cho'ntaginglarga qarab sotib olsanglar bo'ladi buni ham. Har xili bor. Создать. Xo'p. 067 deyapti. Litsoviy shotinglar deyapti. 034 gacha olamiz deyapti. Xo'p. Promo kodimiz yo'q. Ism familiyalar согласен и оплатить desanglar chiqadi. Xo'p. Building deyapti. Уже ko'rib chiqyapmiz deyapti. Mana shunaqangi narsa chiqadi. Hozir bu
Biz kecha sotib olganmiz. Aktiv turibdi. Bugun ishlayapti уже. Hop, endi bu chiqqandan keyin buni o'chirsa bo'ladimi? O'zalikda ham ezib bo'lmayapti. Mana уже aktiv bo'libdi. O'zi birpas aktiv bo'lar ekan. Endi hop, shu yerdan qaranglar. Nastroykasiga kirasizlar. Kirganinglarda instruksiya degan bo'limi bor. Shu bo'limiga kirasizlar. Kirsanglar mana sizlarni olgan VPS'larni ma'lumoti kelib chiqadi. Endi shu yerdan bizga kerak bo'ladigan IP adresi bor. Ana IPv4 adres server deyapti. IPv4 adres serveri. Shuni kopировать qilib olasizlar. Keyin пользователь deyapti. Administrator deyapti. Mana administrator ham xohlasanglar kopировать qilib olsanglar bo'ladi. Keyinroq xohlasanglar shu eslab qolsanglar ham bo'ladi. Mana administrator. Keyin parolinglarni ko'rsatyapti. Muhammad Sodiq 203 nuqta. Bu meni o'zimning parolim. Xohlagan parolinglarni qo'yasizlar. Boya sizlarga tushuntirganimdek parol qo'ydik-ku, shu o'sha joyiga parol qo'ysanglar, shu yerdan chiqarib beradi. Bu parol nimaga? IP adres kirgizasizlar, parolni kirgizasizlar, administratorni kirgizasizlar. Shu bilan sizlar serverga ulanasizlar, Windowsdagi serverga. Endi bularni olganimizdan keyin ketamiz, Windowsga kiramiz. Mana Windowsga kirganimizdan keyin hop, men buni o'chirib tashlayman. Hop, boshqatdan tushuntirib beraman. Mana Windowsga kirganinglarda hozir men o'zi ishlatayotganim sababli, anchadan beri ishlatayotganim sababli menda shunaqa holat turibdi. Sizlarda men plus desam chiqadigan mana bu narsa sizlarda shundoqcha kirishinglar bilan chiqib turadi. Shunda sizlar PC connection degan bo'limga kirasizlar. Mana 3-chida turibdi. Shu 3-chini tanlab mana kirdim. Kirganimda name deb yozasizlar. Name Muhammad Sodiq. Hop, buni katta qilib qo'yamiz. Muhammad Sodiq. Friendly name. Hop. Bularni hammasini yoqib qo'yamiz. Lokasi kerak emas. Hop. Save esasizlar. Save ezganinglarda mana hop, Muhammad Sodiq deb yozdik. Bu yerga Muhammad Sodiq emas, pastiga yozamiz ekan. Hop, Muhammad Sodiq. Bu yerga IP adres, mana bu IP adres serverni yozamiz ekan. Kopировать qilib oldik. Hop, qo'yish. Mana qo'ydik. Hop, bo'ldi. Hammasini yoqdik. Pastda mana lokatsiyani yoqish shartmas. Hop. Endi username deyapti. Username'ga
Qaranglar mana. Administratorni kopировать qilamiz. Shu yerga qo'yamiz. Endi password deyapti. Password, parolni ham qo'yamiz. Continue. Administrator deb mana bizda shunaqangi xuddiki Windows oddiy kompyuter yonganda qanaqa chiqadi shunaqa holat bo'ladi. Mana kompyuter bo'ladi bu ham. Hisobda faqat telefonga ulangani. Mana mishkasi bo'ladi, kompyuterda bor hamma narsa bo'ladi. Xuddi kompyuter singari ishlatasizlar. Shunaqa bo'ladi mana. Robotni primoy o'zi telefonga ustanovka qilishni iloji yo'q. Shuning uchun shu Windows kerak bo'ladi. Bu Windows ishlatish uchun hozirgi sotib olgan narsamiz kerak bo'ladi. VPSimiz. VPS ham har xili bor. VPS ham juda ko'p xili bor. Endi bu O'zbekiston hududida yaxshi ishlaydigan VPSlardan bittasi shu Zomroligi uchun o'zimiz ham shuni ishlatamiz. Shuning uchun shu Zomrodan olib tushuntirib beryapman. Ishlatish osonroq ham, soddaroq boshqa VPSlarga qaraganda. Network yes. Hop. Qaranglar. O'zi bu videoni chiqarish maqsad yo'q edi. Chiqarmoqchi emas edik. Video o'zi Instagram, Telegram, YouTube kanallar o'zi asli yurgizmasdik. Lekin shu bizga ko'pchilik bizdan so'rashni boshlaganda Instagramda, Telegramda shunaqa videolar chiqaringlar, manfaatli videolar chiqaringlar deb ko'pchilik so'ragani uchun chiqaryapmiz. Instagramda ko'p haligi tekin robotlar, tekin indikatorlar, o'zi tayyor shablon, tayyor turibdi, hammasi turibdi. Shularni shunday bekarga olyapti, tekinga olyapti. Ofitsialniy saytidan oladimi, Telegram kanalidan oladimi, qizig'i yo'q. Tekinga olyapti-da, shu Instagramga zo'r video qilib turib, joylab turib, bitta target qilib reklama qilib turib, pullayapti ko'pchilik. Shunaqalar endi ko'payib ketgani hisobiga ham shunaqa bir video qilib chiqaraylik, shtobi odamlar bekarga ishlatsin, tekinga turibdi-yu, shu narsalarni ustanovka qilib ishlatsin, o'rgansin degan maqsadda bu videolarni chiqaryapmiz. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, Shernavi 3 kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Like, kommentariy yozib, podдержка qilib tursanglar, xudo xolasa, keyingi videomizda kanalimizga tashlab qo'ygan robotimizni qanday qilib shu yerga ustanovka qilib, qanday qilib 24 soat ishlatishni o'rgatib qo'yamiz.